Hurmatli kuzatuvchilar, hozir bir o'qituvchimiz, kimyo o'qituvchimiz kimyo fanidan A+ daraja qo'lga kiritdi. Faqat biz o'qituvchimizni boshqacharoq yo'lda ozgina shokka tushirmoqchimiz, ya'ni qo'rqitib ta'riflamoqchimiz. Endi o'sha Salom alaykum. Salom. Hozircha video olaman, rozi bo'lasiz. Chunki juda yomon voqea bo'lganda sizda ishtirokingizda aniq turing, sizni guruhingizda bo'layotgan uchun isbot uchun video olaman. Faqat rozi bo'lasiz. Endi nimaligini aytdilar oldin. Endi yomon narsa-da, hozir hammaga ko'rsatishimiz kerak. Xullas, bugun bo'lgan voqea men bola biladim. Qolganlarimiz bizga kerak. Eshitladingmi? Hozir xullas bolalaringiz narsa sindiribdi-da, endi javobini sizlar berasiz, tamayli? Bering. Babar tabriklaymiz. Ustozinglar xuddi shu natijaga sizlarga ham olib chiqadi. Atay shuncha salgina shu bilan tabriklamoqchi. O'g'il tushunasiz. Faqat rozi bo'lasiz, biz bu yoqqa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Nima ekan biz qo'rqib ketdingiz, to'g'rimi? Biz maqsadimiz ham shu edi. Juda zo'r natija. Haqiqatan ham ko'rdik. Uni yozmayishingiz 75 mi chiqqani menimcha. Ko'rdingmi balandi shunday. Bundan balandi yo'q bilasizlar. Ya'ni o'qituvchingizga haqiqatan ishonch bilan o'sha darslarni qilib aytgan masalan istadigan natijaga chiqadi. Chunki kimyo fanidan bunaqa top daraja olish hammaga emas-da. Maylimi? Sizlarda ham shu natijaga chiqadi. Bormi kimyoda yana? Imtihon bormi bolalarga? Yoki keyingi mavsumgami? Keyingi mavsumga bu. Mayli. Xo'p, o'sha keyingi mavsumga bo'lsa ham yoki DTMga ham farqi yo'q. Nimaga bo'lsa ham ustozdan tabriklar, o'sha tayyorlab berasizlar. Tabriklaymiz. Davom etsin. Rozi bo'lasiz.